Assalomu alaykum hammaga. Soat 7:17 bo'lishidan qat'iy nazar, har doim sizlarga akkaunt qidirishda to'xtamaymiz. Ko'rib turibsizlar, qo'limizga просто bomba akkaunt kelgan. Varon 5 bu akkaunt ichida Itax Travion 4-level. Akkaunt просто bomba. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'zingizlar amin bo'lasizlar. Tak, 61 kolleksiya akkaunt ichida 3 tadan ortiq 416si bor, ikkitasi full. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, akkaunt просто шикарный akkaunt, narxi juda ham arzon. Shaxsan o'zimga tegishli. Bu akkaunt to'liq obzori narx Telegram kanalida bo'ladi, o'tib tanishib chiqishingiz mumkin. Akkaunt ichida ikkita ultimate bor ekan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Taksirlarga o'tamiz. Akkaunt просто шикарный, ishonaveringlar, chunki bu akkaunt o'zimga tegishli. Tak bola bu akkauntni sotmoqchi bo'lsanglar, o'zimga yozib kelishib narxini yo xohlasanglar variantga ham chiqarib beraman. Aytib o'tganimda 3 ta 416 bor, ikkitasi full. Bu akkauntda keyin ikkita AUG bor. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, bu 5-level. Chista turnirlar o'ynaydigan akkaunt desam adashmagan bo'laman. Tak emotsiyalarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar, jirni emotsiyalar. Tak sedanga o'tamiz. Sedanda bitta Dodge bor. Keyin Lotus Emira bor ekan, dachiga. Tak, orqa fonlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Akkauntni Face bilan soch ochilmagan. Tak, prokachkalarga o'tamiz. Prokachkalarda 36 ta prokachka bor. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, guruh 7. Bu 5, Niza 5. Bu 90% ABS. Bitta pritsel ochilmagan ekan. AUG bor, 1-level. Narigi AUG 5-level edi. Tak, bu ham 90% ABS. Prikladka ochilmagan, prikladka emas, magazin ochilmagan ekan. Tak, AKM bor ekan, akkaunt ichida. Aytib o'tganimdek AUG. AUG bu ham adashmasam 90% ABS. O'zingizlar 300 ga bemalol pritsel ochsanglar bo'ladi. Tak, bu akkaunt to'liq obzori narxi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal silkasi, Instagram kanal bu yerda. O'tinglar, bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Agar xuddi shunga o'xshash akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, boshqa adminlardan sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan har doim video o'qishingizga sel bo'ldi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hozircha bye for now.